Pakapak jamoasi bilan Tayvanga keldik. Asus bizga yangiliklar tayyorlab qo'ygan. Hozir birgalikda shularni ko'ramiz. Asus taqdimotida biz quyidagi yangiliklar bilan qisqacha tanishdik. Bu ROG Harp 2 Ace, ROG Falcata, ROG Strix Ace XG 248Q5G, ROG G700 va TUF T500 va albatta Asus notebooklar. Videoni hoziroq pauzaga qo'ying va like bosishni unutmang. Hech bo'lmasa shu kontent uchun milliard soatlik parvozni boshdan kechirganligim uchun. Albatta Asus deganda darrov ko'z oldimizga ularning notebooklari keladi. Lekin oddiy emas, balki gamerlar uchun haqiqiy monster notebooklar. Masalan, ROG Strix seriyasi. Biz bu notebooklarga allaqachon video olib bo'lganmiz. Kanalga o'tib ko'rishingiz mumkin. Strix seriyasidagi topoviy model esa albatta Strix Scar. Bu ancha jiddiy notebook. Aktiv sovutish tizimi, mexanik klaviatura va dizayni go'yoki Formula 1 jamoasi yasagandek. Kanalimizda keyingi video albatta shu notebook haqida bo'ladi. Agar sizga juda ixcham, lekin baribir o'yinlarga yaroqli notebook kerak bo'lsa, marhamat, ROG Flow. Bu deyarli planshet. 13 dyuymli sensorli ekran, juda yupqa korpus. Mana bu esa Asus ROG Zephyrus. Ishxonada ofis rejimida o'tirib yashirincha CS:GO o'ynaydiganlar uchun ideal variant. Yonida akalar ham bor. ROG seriyasidan tashqari TUF seriyasi ham bor. Bu nisbatan byudjetli variant. Agar shu notebooklarga video obzor bo'lishini xohlasangiz, kommentda TUFga imkon bering deb yozib qoldiring. Endi tezda biznes notebooklar haqida gaplashsak. Asusda ExpertBook va ZenBook lineykalari bor. Ular juda yupqa va elegant dizaynga ega. Bu lineykada siz o'zingizga narx va imkoniyat jihatdan to'g'ri keladigan notebookni topishingiz aniq. Agar sal qiynalsangiz, Pakapak kanaliga o'tib obzorlarni ko'rishingiz mumkin. Asus ROG Harp Ace IMLab Edition. Bu ultra yengil o'yin sichqonchasi. IMLab bilan hamkorlikda ishlab chiqilgan. U kibersportchilar va talabchan gamerlar uchun yaratilgan. Texnik xususiyatlari bilan ekranda tanishib olishingiz mumkin. Bundan tashqari Taybaydagi taqdimotda Asus yangi o'yin klaviaturasini taqdim etdi. ROG Falcata. Bu 75% hajmli, ergonomik tarzda ikki qismga ajralgan klaviatura bo'lib, aniqlik va qulaylikni afzal ko'ruvchi gamerlar va kreatorlar uchun. Parametrlari ekranda va rostakasi bu klaviatura menga juda yoqdi. Bu esa dunyodagi eng tezkor monitor. Asus ROG Strix Ace XG 248Q5G. Yangilanish tezligi 610 Hz. Bu 24,5 dyuymli o'yin monitori bo'lib, kibersport va shooter o'yinlari uchun mo'ljallangan. U yuqori yangilanish tezligi, minimal javob berish vaqti va RGB chiroqli zamonaviy dizaynga ega. Agar siz gamer, kibersportchi yoki shunchaki sog'lom odam bo'lsangiz, bu monitor siz uchun. Shuningdek, Asus ko'zlarni himoya qilish va qulay ko'rishni ta'minlovchi anti-blik monitorlar bilan mashhur. Qanday ishlashini videoda ko'rishingiz mumkin. Birinchi kun yakunlanmoqda. Men sizga eng issiq yangiliklarni aytib berishga va Asuschilar bekor vaqt o'tkazmayotganligini ko'rsatishga harakat qildim. Endi esa Computex 2025. Rostini aytsam, bunday yirik tadbirda birinchi bor bo'lishim va ko'rgazma stendlari sonidan ko'zim qamashib ketdi. Computex 2025 bu dunyoning eng yirik texnologik ko'rgazmalaridan biri bo'lib, Tayvanda bo'lib o'tdi. Unda yetakchi texnologik kompaniyalar eng yangi mahsulotlari va innovatsion yechimlarini namoyish etadi. 2025-yilda ko'rgazmaning asosiy mavzulari sun'iy intellekt, kompyuter apparatlari, bulutli texnologiyalar, o'yin sanoati va barqaror raqamli kelajak bo'ldi. Ko'rgazmaning doimiy ishtirokchisi albatta Asus va hozir biz ularning stendini ko'rsatamiz. Notebooklarni ko'rdik. Endi kecha taqdimotda ko'rilmagan narsalar. Bu Zenfone 12 Ultra smartfonlari. Lekin men albatta ROG Phone 9 Pro tomoniga yugurdim. Bu Asusning 2025-yil o'yin uchun flagman smartfoni. O'yin paytida telefonim qizimasin, qotmasin desangiz, Asusda sovutish tizimi ham bor. Telefonning ekrani juda ham kichik, lekin monitor juda ham katta deydiganlar uchun Asus ROG Ally. Konsol ikkita rangda mavjud, oq va qora. Menga albatta oq rangli konsol yoqdi. Agar siz birinchi kundan ROG G700 va TUF T500 haqida gapirib berishni unutdim deb o'ylagan bo'lsangiz,
adashasiz. Men bu monsterlarni Computex-ga olib qo'ygan. Asus ROG brendi ostida ikki kuchli o'yin kompyuterlarini taqdim etdi. Bu ROG G700 va ROG GM700. Ikkalasi ham yuqori unumdorlikka ega, ammo protsessor grafikasi bo'yicha farq qiladi va turli foydalanuvchilarga mo'ljallangan. Bundan tashqari, TUF T500 ham taqdim etilgan edi. U ixchamroq va arzonroq kompyuter bo'lib, ortiqcha xarajatsiz yaxshi ishlashni istagan geymerlar uchun. Asus routerlar bozorida yetakchilardan biri bo'lib, uy va ofis uchun har xil modeldagi routerlarni taklif qiladi. Oddiy internetdan tortib, kuchli o'yin va professional tarmoqlargacha. Videoda aqlli va futuristik dizaynga ega bo'lgan router ko'rsatilgan. Aqlli router mayli u yoqda tursin, siz aqlli robotni ham xarid qilishingiz mumkin. Novoda pulingiz yetmasa, mana bunday kichik versiyasi ham bor. Computex ko'rgazmasida men yangi so'zni o'rganib oldim. Bu overclocker. Bu texnikani sevuvchi entuziastlar va professionallar bo'lib, kompyuter qismlarini protsessor, videokarta, operativ xotira, zavod sozlanmalaridan yuqoriroq tezlikka ishlashga majburlaydi. Oddiy qilib aytganda, bu haqiqiy kompyuter jinnilari. Asus doimiy ravishda dunyo bo'yicha eng kuchli overclockerlar bilan hamkorlik qiladi. ROG Maximus seriyasidagi yangi ona platalar va ROG Strix videokartalarni aynan profillar yordamida taqdim qiladi. Ular suyuq azot va fazali sovutgichlar kabi noodatiy sovutish tizimlaridan foydalanib, Asus komponentlari odatdagidan ancha kuchliroq ishlay olishini isbotlashadi. Umuman olganda, men Tayvanda o'tgan bu ajoyib texnik sarguzashtlarda ishtirok etganim va sizga ular haqida aytib berganimdan juda xursandman va albatta kelasi yili yana uchib kelishga tayyorman. Bu Pakapak, Asus va Computex 2025 edi. Sizlar bilan Set to'g'ri bo'ldi. Hammaga zaytiya.